Aka, shunda sizni gaplaringizga ko'ra hokimiyat tomonidan chiqarilgan soxta hujjat uchun ham zarar undirib olsa bo'ladimi deb savol boryapti. Albatta bo'ladi. Faqat hujjatga nisbatan soxta emas, qalbaki so'z ishlatilinadi. Ushbu holatda fuqarolik qonunchiligimizda aytib qo'ygan. Davlat organi yoki fuqarolarda o'zini o'zi boshqarish organlari fuqarolarda yoki yuridik shaxslarning huquqlarini boshqacha tarzda buzadigan, qonunchiligimizga zid bo'lgan hujjat chiqaradigan bo'lsa, u hujjatlari sud tartibida haqiqiy emas deb topiladigan bo'lsa, mana shu holatda sizlar zarar undirib olsangiz bo'ladi. Misol uchun, hokimiyat tomonidan bir qaror chiqarildi va u sizning huquqingizni buzdi va bu sud tartibida aniqlandi sizning huquqingizni buzganligi va o'sha hujjat haqiqiy emas deb topildi. Qachonki haqiqiy emas deb topilsa, o'sha hujjat undan keyin siz o'zingizga yetkazilgan moddiy va qo'shimcha tarzda agar ma'naviy zarar yetgan bo'lsa, ma'naviy zararni ham hokimiyatdan undirib olsangiz bo'ladi. Nafaqat hokimiyat, boshqa bir davlat organi, qaysi organ bo'lishidan qat'iy nazar, ularning hujjatlari qachonki sud tartibida haqiqiy emas deb topiladigan bo'lsa, mana shu holatda zarar undirsalaringiz bo'ladi. Va hujjatda haqiqiy emas yoki qalbaki emasligiga faqatgina e'tibor qarating, ekspertlar va sud huquqiy baho bera oladi. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yishlikni va foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang.